Jana da konsert dasturumuzning mehmoni o'zimning birinchi balalik kezimdan boshlab qo'shiqning sirlarini o'rgatgan, kerak bo'lsa sol qasida to'ylarga olib chiqib, qo'shiq alamining birinchi mikrofon ustatib o'rgatgan ustozim Arman gruppasi solisti. Hozir men qo'shiqlarni aytaman. Ondan so'ng ağamız tanıyız. Birinchi muhabbatim yurakda qaldi atim, o'zgadan yarim bo'lsa qayting qiynab janim. Biz qo'shiqning avtori, ya'ni mening ustozim. Kutib olamiz, ajoyib shabalaqlar bilan qo'shiq keldi. Genji Muratov. Assalomu alaykum. Xo'sh kelibsiz hazratlar. Men shogirdimni Dalyan Parvoz qilayman bundan ota-onasining oldida, xalqning oldida omon bo'lsin. Marhamat, sizlar uchun.